Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, xonimlar va janoblar, sizlardan bugungi videorolikimizda ko'rishib turganligimdan xursandman do'stlar. Havo sovuq, lekin unga qaramasdan bugun Orda Xivoda palov sayilani 9 tonna palov pishyapti. Ya'ni dunyo rekordi xudo xolasa bugun o'rnatiladi. Aynan bizning Xorazmda, aynan Xivoda. Shuning uchun buradan like bosasizlar, kommentarlarni zo'rlayapsizlar. Xudo xolasa burishni endi salja o'xshaylar. Qani jarayonni ko'ramiz. Bu pishgan palovlar xudo xolasa yetim yesillarga, ehtiyojmand oilalarga tarqatiladigan xudo xolasa. Ko'rasiz, bu yerda hamma yerda odamlar kelgan, boshqa viloyatlardan, boshqa respublikalardan, Xorazmda hamma to'shkasidan xudo xolasa shu aynan shu palov saylini kuzatish uchun oryan tarafda tadbirlar, konsertlar bo'lib yotibdi. Asa ketdik. Menimcha voha yog'lar ishlatiladi o'xshaydi. Menimcha voha hammasini bir yanta bilan kiyim kiyib birdilar. Birinchi savollar endi. Kelinglar, kelinglar, kelinglar. Mana. Davrdoshlar. Qani oshpazlar, yurishga keling. Mana shu palovni eng qiziqarli jarayonlar keldik. Yaxshi niyatlar ila hozir mana burunchlar solinadi. Barchaga bugungi festivallar muborak bo'lsin. Oshpaz akalarimizga yana bir bora kuch-quvvat tilaymiz. Sog'lik, salomatchilik tilaymiz. Va albatta mana shu palovlar juda ham mazali bo'lsin. Endi og'a, necha tonna guruch bosiladi hozir? 2,5. Salomat bo'ling. 2,5 tonna guruch bosiladi. Mana. Xorazm guruchidan. Salomat bo'ling. Rahmat. Bo'lmasam azizlar, yaxshi niyat qilamiz. Marhamat, oshpazlarga omadlar yor bo'lsin deymiz, o'zi madadkor bo'lsin deymiz. Albatta, bir necha daqiqalardan so'ng mana shu chiroyli, qiziqarli jarayonlar mana to'g'ridan-to'g'ri telekanallar orqali yurtimiz ahliga ham albatta uzatilib bormoqda. Kuzatib borishingiz mumkin. Osh, palov mazali bo'lsin. Oshpazlarga omad yor bo'lsin. Marhamat. Qani marhamat. Hey, meni kusha. Oshpazlar yana ham yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida bir-biridan chiroyli kuy qo'shiqlarga ham navbat beramiz. Xushomoz xonanda Og'abek Bekjonov kuylaydi. Marhamat. Güreşlerin geledi, yüreğin havası, yüreğin esnedi. Sıbran bilim bağlar, hasret otur bilen bağrımda. Gözde kalan taşlayan, şöller yağmur. Bir gariden, beden başa kadar canlar.
tartmışlar. Palavamız xuda qalasa bir saat 2 saat pişirib getib qolgan hammaysa tarqatamiz xuda qalasa hamma yetadi palav. Bu palavimizni masalliqlardan yaradığım bo'lsak, yağımız 750 litr bo'ldi. Go'shtimiz 2,5 tonna bo'ldi. Sabzimiz 3 tonna bo'ldi. Guruchimiz 2,5 tonna bo'ldi. Piyozimiz 200 kg. Ondan tashqari kishmishimiz 200 kg. Xudo xohlasa Xorazm palovi pishyapti. Xorazm elida shunday to'ylar yarashadi. Xudo xohlasa palovimizni tayyor bo'lgandan keyin xalqimizga tanovul qilish uchun yanada tartib qilamiz, tatib ko'rib o'tamiz. Va nihoyat Xorazmda Ardaq Xivoda 9 tonna palovimiz, Xorazm palovimiz tayyor bo'ldi. Qarmon, Baron. Xudo xolasa bu tayyor bo'ldi axir endi. Tayyor bo'ldi endi, o'zi tarqatib chiqaryapmiz. Xudo xolasa Hadi eslagin. xalqimizga endi solib beramiz, bizda katta tog'aralarga solib beramiz. Vallahi sağ telefonda pesler porsiyon Ardaq Xivodagi dozozlardan ketadi. Ha, biraz giyerler ham 4 ko'rsa bo'ldi, qolgani o'sha kam kaminangan boqib so'zlarga hisobotdan tarqatiladi. Xudo xolasa yana Ardaq Xivoda rekord, O'zbekistonda rekord yangilandi. 9 tonna Xorazm palov pishdi. Palovina to'liq tayyorlab keldi. Hozir agar Ardaq Xivoda atrofida kanallarda bo'lsangiz, Xivoda bo'lsangiz, bemalol kelsangiz, palovdan dart ko'rsangiz bo'ladi. Ina. Bay. Ya katta ustalarımız xizmat qilibdi. Sabri Abdullayevich shu yerda yana. Xudo xolasa tayyor. Hozir qo'lingizda ko'rmaysan aqallar. Rekord yangilandi xullas. Eng muhimi O'zbekistonda rekord yangilandi. Bundan bağımda bu kazana 9 tonnadan ziyade çıkmaydı. Bizda rekord bo'ldi ishqi. Eng axir to'skasi. Bo'ldi. Oxirgi to'skani Xorazm qo'ydi. Xorazm güch.